Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana velosipedimiz tayyorlash jarayoni. Mana karcherlar, mana g'ildiraklar mana chiqarib olib turib, gellab yuvib, toza pokiza qilib, mana bu yuvilmagan holati mana u yuvilyapti. Mana ramamiz ham xudo xolasa yuvildi, mo'ykasi qilindi. Tayyorlab mana bu yoqqa o'tib qo'yiladi mana. Mana bular tayyor, mana bugun tayyor bo'ldi mana. Bugun tayyor bo'ldi. Mana skoslari 7 skosi bor. Mana xuddi shu holatda bo'ladi. Mana g'ildiragi o'zida zajmlab qo'yiladi, oldi g'ildiragi, orqa g'ildiragi o'zida bo'ladi. Hozir endi bu yerda chang turganligi uchun sal xunukroq turibdi. Lekin shular ham shu holatga keladi mana. Kimga shunaqa sifatli yaxshi velosipedlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilinglar. Hammasi Germaniya, Gollandiyaning velosipedlari. Velosipedlar yoqqan bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilinglar. Xudo xolasa chiroyli qilib yetkazib beramiz.